Nurafshon shahar xalq qabulxonasi tomonidan shaharda istiqomat qiluvchi aholi va faoliyat yurituvchi yuridik shaxslar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar, ko'tarilayotgan muammolar, ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqilgan va joylarda korxona tashkilotlari tomonidan murojaatlar bilan ishlash ahvoli doimiy ravishda tahlil qilib kelinmoqda. Jumladan 2025-yilning 3 oy davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual xalq qabulxonasi va boshqa manbalar orqali shahar aholisidan jami 610 ta murojaat kelib tushgan. 2024-yilda esa 757 ta murojaat kelib tushgan. Bu yil shu murojaatlarning 147 taga yoki 19.4% kamayishiga erishilgan. Shundan murojaatlarning 305 tasi qanoatlantirilgan. 176 tasi yoki 38.1% ijobiy hal etilgan. Qolgan murojaatlarga o'sha tegishli tartibda huquqiy ma'lumotlar berilgan, tushuntirishlar berilgan. Mahalla uyushmasi Nurafshon shahar bo'limi tomonidan ko'rib chiqilgan 8 ta murojaatlarning 7 tasi ijobiy hal qilingan. Bu 87.5% tashkil qiladi. Shahar elektr ta'minoti korxonasi tomonidan 33 ta murojaatning 20 tasi yoki 71.4% ijobiy hal etilgan. Shu bilan birgalikda Inson ijtimoiy himoya agentligi Nurafshon shahar bo'limi tomonidan murojaatlarning 66.6% ijobiy hal qilingan. Kadastr bo'limi tomonidan ko'rib chiqilgan 18 ta murojaatlarning 11 tasi yoki 73.3% ijobiy hal qilingan. Shahar bo'yicha murojaatlar ijobiy hal qilish ko'rsatkichi 38.1% tashkil qilgan holda ayrim korxona tashkilotlar tomonidan ularga kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqish darajasi pastligicha qolmoqda. Jumladan uy-joy kommunal bo'limi tomonidan 11 ta murojaatlarning 3 tasi yoki oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan ko'rib chiqilgan 18 ta murojaatlarning 4 tasi, bu 28.5% ijobiy hal qilingan xolos va shahar ko'rsatkichidan pastligicha qolmoqda. 2025-yilning 1-choragi davomida aholidan kelib tushgan murojaatlarning 5 tasida ko'rib chiqishda o'sha tegishli mas'ullar tomonidan qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Bu bittasi shahar hokimligi mas'ullari tomonidan ko'rib chiqilgan murojaat va ikkitasi hududiy elektr ta'minoti viloyat boshqarmasi, bittadan viloyat ombudsman va Toshkent viloyati IIB tergov departamenti tomonidan qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Shahar hokimligidan qonun buzilishga yo'l qo'yilgan murojaatlardan Qoramaning 24-yanvar kunidagi unga bir martalik moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha qilgan murojaati tushunarsiz sabablarga ko'ra 33 kunda qonun muddati buzilib ijro etilgan. Bu murojaatlar qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan murojaatlar bo'yicha barchasiga xalq qabulxonasi tomonidan shu korxona tashkiloti rahbarlariga taqdimnomalar kiritilgan. 2025-yil 1-choragi davomida xalq qabulxonasi tomonidan qonun buzilishlarga yo'l qo'yilgan holatlari bo'yicha bitta holatda shahar prokurori nomiga taklif kiritilgan. 7 ta korxona tashkilot rahbarlariga taqdimnomalar kiritilgan. Shu bilan birga murojaatlarning atroflicha to'laqonli va qonunda belgilangan talablarni bajargan holda ko'rib chiqish bo'yicha 56 ta ko'rsatma topshiriqlar yuborilgan. Shu bilan birga xalq qabulxonasi tomonidan o'sha qonunchilikda belgilangan murojaatlar bilan ishlash holati doimiy ravishda o'rganib kelingan. Xalq qabulxonasi 1-chorak bo'yicha ish rejasiga kiritilgan maktabgacha va maktab ta'limi bo'limida o'sha murojaatlar bilan ishlash holati bo'yicha qisqa muddatli monitoring o'tkazildi. O'tkazilgan monitoringda ayrim xato va kamchiliklar aniqlangan. 35 ta murojaat o'rganilganda 2 ta murojaatda u murojaatchini manfaatidan kelib chiqmagan holda ularga umumiy tarzda o'sha shablon javob berilgan va kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha o'rganish natijasi bo'yicha ijroga qaytarilgan va maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi rahbari nomiga taqdimnoma kiritilgan. 32/25-sonli taqdimnoma kiritilgan. Xuddi shuningdek Nurafshon shahar sport maktabidagi murojaatlar bilan ishlash holati bo'yicha qisqa muddatli tekshiruvlar o'tkazilgan va o'rganishlar davomida o'sha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 341-sonli qarori 7-bob 56 va 57-moddalarda ko'rsatilgan o'sha talablar bajarilmagan, ya'ni bu fuqarolar tomonidan o'sha murojaat qilishga kelgan fuqarolar tomoniga sharoitlar yaratilmagan, ularni qabul qilish
va sayyor va ommaviy qabullar o'tkazish bo'yicha o'sha tegishli tartibda jadvallar ishlab chiqilmagan, bannerlar ishlab chiqilmagan va ilinmagan. U bo'yicha ham o'sha maktab rahbari nomiga taqdimnoma kiritildi.